Assalomu alaykum, qalbi samimiy opa-singillarim bormisiz, omonmisiz? Bugun sizlarga yuzdagi qora tochkalarga, dog'larga ishlab beradigan kosmetikalarimizni ko'rsatib ketaman. Avvalo yuzimizdagi qora tochkalarimiz, poralarimiz kengayib ketmasligi uchun eng muhim qoida SPF krem, tonalkadan keyin yuzingizni gidrofilli maslada yuving. Yuzingizga 3-4 tomchi tomizasiz. O'sha qora tochkalaringiz bor joyda 5-6 daqiqa massaj qilib yuvib tashlaysiz. Nam tekkizmasdan birinchi gidrofilli maslada yuvib olasiz. Keyin orqasidan penkada yuvasiz. Keyin qolgan kosmetikalaringizni ishlatib ketaverasiz. Yuzimiz qanchalik toza bo'lsa, mana shu changlar yig'ilib qora tochkaga to'lib oladi-da, shularni biz birinchi tozalab tashlashimiz kerak bo'ladi. Yuzingiz uchun albatta yaxshi penka. Penkamiz yuzni quritmaydigan, chuqur namlantiruvchi dengiz kollagenidan olingan sostavda kollagen juda ham ko'p. Yumshoq tozalovchi penka narxi 150 ming so'm. Keyin bugungi naborimiz mana bu 3 ta mahsulotimiz yuzni dog'larini ochartirib beradigan, poralaringizni qisqartirib berishga ishlaydigan mahsulotlar hisoblanadi shu 3 ta kosmetikamiz. Xo'p, aksessuardan toner, yuzni namlantiruvchi toner, 8 xil turdagi gialuronkasi bor hamda dog'laringizni ochartirib beradigan glutationi bor tarkibida. 170 ming so'm rosa ham katta, barakali. Yuzingizda SPF krem ham, tonalka ham zo'r yotadi bu mahsulotlardan keyin. Tonerdan keyin yuzimizdagi poralarimizni qisqartirib beruvchi, dog'larimizni ochartirib beruvchi svritkamiz. Tarkibda traneksamoviy kislota, niacinamid, melazor bor. Bular traneksamoviy kislota dog'laringizni ochartirib berishga ishlab beradi. Xiralashib, to'qarib ketgan dog'laringizni ochartirib, rangini chiroyli qilib beradi. Ko'pchilik tonalka SPF tagidan ham dog'larim bilinib turadi deyshadi. Shuning uchun albatta dog' uchun mo'ljallangan mahsulotlarni ishlatsangiz, keyin dog'laringiz ocharadi. Xo'p, bunimiz poraga ishlaydi, dog'larni ochartirishga ishlab beradi. Shu brendni, Slemaxni poralarga, dog'larga ishlovchi kremi. Tarkibi buni ham traneksamoviy kislota, niacinamid, melazor dog'lar va poralarga ishlab beradigan mahsulotlarimiz hisoblanadi. Albatta, dog' uchun yuzingizga uходовый kosmetikalarni ishlatgandan keyin albatta SPF krem ham ishlatishingiz kerak. Qolganlarini olishga sharoitingiz bo'lmagan taqdirda ham muhimi SPF krem surtib yuring. Gidrofilli masla, penka, SPF krem. Qolganiga sharoit bo'lmasa, muhimi shu 3 ta narsani doimiy ishlatib yursangiz, maqsad nima SPF kremdan? Birinchi o'rinda yuzimizni quyoshdan himoya qiladi. Yuzimiz quyoshga qarab yurursak, tirish tushib, dog'lar tushib ketadi. Yuzimizni namlantirib beradi bu SPF krem. Ajin tushishini oldini oladi. Quyoshning zararli nurlaridan himoya qiladi. Xo'p, ko'pchilik qancha muddatda yuzimga ta'siri bilinadi deydi mahsulotlarda. Yuzimizdagi muammolarimiz ko'pchiligimizniki 10, 15, 20 yil ketaveradi-da, mana bu 35-40 yoshdagi opa-singillarimizniki. Yildan yilga muammo kuchayib ketaveradi, ya'ni to'qarib ketadi yuzlardagi dog' yoki ajinlar ko'payib ketadi. Qancha erta harakat qilib yuzimizga uходовый kosmetikalarni boshlasak, birinchi o'rinda yuzimizda tez qarish jarayonini sekinlashtirib beradi. Bularni ishlatmas ekanmiz, yuzimizdagi dog'larimiz ocharmaydi yoki ajinlarimiz kamaymaydi, poralarimiz toraymaydi. Shu sababli albatta yuzimizga uходовый kosmetikalarni ishlatamiz. Narxlarini aytib ketay hammasini. Gidrofilli maslamiz 130 ming so'm, penkamiz 150 ming so'm, tonerimiz kattakon barakali, buni yosh qizlar ham ishlatsa bo'ladi. SPF krem tagidan 170 ming so'm. Pora va dog'larga ishlab beradigan svritkamiz 170 ming so'm. Kremimiz 160 ming so'm, SPF kremimiz 150 ming so'm. Общий naborimiz 500 ming so'mdan oshiq bo'lsa, viloyatlarga dostavkamiz tekin bo'ladi. 500 ming so'mgacha kosmetika zakaz qilsangiz, dostavka xizmati tekin. Bizga obuna bo'ling, like bosib bizni podдержка qiling. Telegram gruppamiz bizga bog'lanish uchun videomizni tagida yoki Telegram
Kommentlarga o'tsangiz shu yerda videomizni qoldiraman. O'zingizni ehtiyot qiling, Allohga omonat.